Nakşçı mı? Nakşçı olmayamısı. Aşpez demiş. Güzide yani ködü Yamini ködü Köngül versem ağa İşkıda köymez midir? İşkıda yürümez midir?
sanat ümigidimi? Naqshchimi? Naqshchi olmayamisi? Oshpaz dem. Yo'q, qamoq etmadim. Chiroyli etdi, ha, vallahi. Bektireli. Mush qiz valla buday aytanga desak, ammo qo'shibli qo'ydi, mana shu. Ha shu o'zi taza mashtaq qilma degan yerlari sal jiddilik tufaylidan gap anglamay qolgan bir yerlarni bayqab qoldim. Buda bir aytsa, ammo rasmiy aytib o'tadi. O'quvchi tanlaydigan bari yo'q, 2 ma'lumimiz qoldi. Har 2 ma'lum sizga o'rindiqni aylantirdi. Bo'lsa 5 yil ma'lumni shunda qilsak bo'ladi. Lekin 2 ma'lum, ana shu bosh ma'lum o'xshash, siz baribir bir ma'lum tanlay olasiz. Shunga sizning qiyinchiligingizni azaytish uchun biz 2 ma'lumni aylantirdik. Shuning uchun hozir ma'lumlarning fikrini anglab baqili sizning naqshingizni qarta. Bo'ldi. Ma birinchi qitim sahnaga chiqib, ma'lum bisimlar ostida aytgan naqsha mana o'shinchilik bizga yarg'idek men jumladan siz naqshingiz hech qanday savallik topqidek uri yo'q. Rahmat ustoz. Faqat to'liq huzurlandim ukan boshdan oxiri qoyilliqim bilan huzurlandim. Men ortiq gap qilmayman. Agar to'g'ri ko'rsangiz, sizni gruppamga kelishingizni men chin yuragimdan qarshi olaman. Rahmat ustoz. Ma'qul. Bek yaxshi bir o'rindab berdingiz bu naqshini. Buning shu 8 graduslik bir oktava deymiz. Shu shu aylanmani shundoq chiroyli rohat aylantirib berdingiz. Har bir aylanmasiga shundoq diqqat qildim. Shunchalik chiroyli oson lavatdingiz-ku. Shunda jiqballabayliqi bek qiynalib, bek ig'ir oladi-ku, ya'ni amaliyot ashaq yengil o'tib ketadigan yerlar u. Lekin ammasi bo'lmaydigan puroqlarda. Shunda chiroyli appardingiz. Men o'ylayman, agar mening gruppamga kelsangiz, mush o'makda, mush konsertlarda qo'ydigan naqshlarni o'rganaysiz, ham birlikda tayyorlik qilamiz. Rahmat ustoz. Texmi cho'ng yaxshi natijani qo'lga keltirishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Chunki sizmi bizning sahnamizda bor bo'lgan bo'ldingiz. Bundan keyin ayolcha aytadi ekan-ku naqshni. Musha tarafdan yoqdi menga.